Hammaga salom. Bugun juda ko'pchilikka kerakli bo'ladigan life hackni o'rganamiz. Bilamizki, juda ko'pchilik aynan sigaret yoki nos chekish, tashlashlikka qiynalishadi. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, like bosing va boshqalar bilan ham ulashing. Biz esa ketdik. Bilamizki, juda ko'pchilikda qiynab keladigan muhim savollardan biri nos chekishni tashlay olmayman yoki sigaret chekishni tashlay olmayman. Nimaga o'rganib qolganman? Hozir men sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarga amal qilsangiz, ishonavering, 2-3 haftada natijasini ko'rasiz. Bizga kerak bo'ladigan narsa bu oddiygina mana bu o'simlik, qalampir munchoq. Bilamizki, buni hidi juda o'tkir, ta'mi ham achqimtir, bir taqirroq ta'm beradi. Aynan sizni xumoringizni bostirish uchun juda ham bir kerakli bo'lgan tabiiy mahsulot mana shu. Tabiatda o'zi tabib degandek, mana bu narsa asablarni tinchlantiradigan narsa ekan. Men o'zim ham aynan shu mahsulotdan tatib yuraman. Har kuni ertalabdan ishoning bir donasini shuna tilimni tagiga yoki labimni ostida shundoqqina olib yuraman xolos. Va buni foydasini men 10 kunning ichida sezdim. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying va videoni aynan chekishni tashlashga qiynalayotgan tashlaringizga yuborib qo'ying. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman.